nima sababdan o'libdi deb so'raladi. Agar biror kishi bu olamni tark etsa, nima bo'lib o'libdi? Odamlarga bu juda qiziq. Kitobda aytadiki, nima farqi bor insonni nima bo'lib o'lgani? Yotog'ida o'ldi, u bo'lib o'ldi, bu bo'lib o'ldi. Nima bo'lib o'lganligini, qanday o'lganligini hech ahamiyati yo'q. Chunki ozginadan keyin qanday o'lganligi unutiladi. Qoladi o'lgani. Tamom. Yana Toshkentdagi uchrashuvga qaytamiz. U uchrashuvni shu so'zlar bilan yakunladim. Dedimki, bu dunyoda sizni ismingizni biladigan eng so'nggi odam ham bu dunyoni tark etganda, siz hech qachon bu dunyoga kelmagandek bo'lasiz. Hatto kelib o'lganingiz ham unutiladi. Va hech qachon kelmagandek bo'lasiz, ammo javob berasiz baribir.